Bugun Abush, Smak, Jiviki, Abdulloh, Fayoz va Shoh Erangildi. G'alaba qozonish uchun kurashishadi. Qoidalar juda oddiy. Hamma o'ziga belgilangan hududga tushib, faqat jon to'ldiruvchilarni olishi mumkin va o'sha jon to'ldiruvchilarni yig'ib, o'yin oxirigacha yashab qolishi kerak bo'ladi. Transportlardan foydalanish, odam o'ldirish mumkin emas. Endi esa o'yinchilar ranglar yordamida o'z hududlarini tanlab olishadi. Abush, sizga qaysi rang? Men ko'k rangni tanlayman. Smak, Men shu eng yaxshi ko'rgan rangim yashilni tanlayman. yaxshi, Jiviki sizchi? Tak, olov rang bo'lsa menga. Va shu tarzda qolgan o'yinchilar ham ranglarni tanlab olishdi va o'zlariga tushgan hududlarni ko'rib olishdi. Demak, o'yin boshlandi. O'yinchilar o'yinga tayyor, ular samolyot kelishini kutishmoqda, ba'zi birovlar taktika tuzishmoqda. Bu yoqda bo'lsa ikki kishi nimanidir suhbat qilishyapti. Va ularni olib ketgani samolyot keldi. Ular hammasi samolyotda o'zligiga berilgan hududlarga tushishga harakat qilishyapti. Smak birinchilardan bo'lib sakradi va uni ketidan boshqalar ham o'zini hududi tomon sakrashdi. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, Abush o'zini hududida emas, chunki samolyot u yerdan juda uzoqda edi. Bu yoqda bo'lsa prezident, ya'ni Abdulloh lut qilish bilan ovora. Lekin hali ham bitta aptechka topmabdilar. Bu yoqda bo'lsa Shoh, ularda ham aptechka yo'q, energetik bor ekan bitta. Nimanidir izlayaptilar menimcha. Bu yoqda bo'lsa Smak hali hech nima olmabdi, energetik aptechka hech nimasi yo'q. Menimcha sekin harakat qilyaptilar va mana bitta energetik topishdi. Bu yoqda bo'lsa Jiviki o'sha allaqachon bitta aptechka va 10 ta kichkina bint topdi. Menimcha hozir eng ko'p aptechka topgan bu Jiviki bo'lsa kerak. Undan tashqari Jiviki yana omad ko'rib boqdi, chunki zona Lipovka tomonga berdi. Jivikiga bo'lsa Lipovka tushgandi. Qolganlar ham jon to'ldiruvchilarni topishni boshlashdi. Shohda bitta aptechka va 20 ta bint va energetiklar. Abdullohga keladigan bo'lsa, nimagadir hali ham aptechka topmaganlar, Yasnaya Polyanaga tushgan bo'lsa ham omadi kelmayapti desa ham bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa Abush endi mashinaga o'tiryapti. Sizlar aytishlar mumkin, axir transport mumkin emas deb. To'g'ri, transportdan foydalanish mumkin emas. Lekin biz o'yinchilarga qulaylik bo'lishi uchun 3 minut, ya'ni birinchi zona qisqarib, ikkinchi zona ochilgunga qadar mashinadan foydalanishga ruxsat berdik. Chunki samolyot har bir o'yinchini o'zini shahriga tashlab keta olmasdi. Shu jumladan Abdurahmon aka ham Primorsk tushgan va bizani qadrli samolyotimiz bo'lsa Georgopoldan Lipovka tomonga uchgan. Ya'ni Smak va Jivikini omad kelgan desa ham bo'ladi. Va shu tarzda Abush mashinani 2 marta almashtirib Primorskka yetib oldi. Va bu vaqt ichida qolganlar qarab turgani yo'q. Abdulloh 10 ta bint va 2 ta energetik topibdilar. Yaxshi harakat qilyaptilar deb aytolmayman, chunki Yasnayada lut ko'p. Bu yoqda Shoh menimcha hozir birinchilikda ketyapti deb aytsam bo'ladi, chunki ularga gadka tushgan bo'lishiga qaramasdan 3 ta aptechka, 25 ta bint va 5 ta energetik topib qo'yibdilar. Lipovka ham yomon variant emas, chunki kattagina hudud, lekin ammo Jiviki bitta aptechka, 10 ta bint va 4 ta energetik bilan hali ham yuribdilar. Lekin baribir hali vaqt ko'p, ungacha ham topsalar bo'ladi. Smakka keladigan bo'lsak, bu yerda Smak hech kim topmagan katta aptechka, 3 ta kichkina aptechka va 5 ta bint va ularda shpris, 4 ta energetik ham topibdilar. Qoyil, zaharkini lut qilayotgan Fayoz 2 ta aptechka va bitta bint topibdilar. Ular tezroq lut qilib, zonani o'rtarog'iga borish kerak, chunki zaharki chekka hudud. Aytgan gaplarim ta'sir qilib, o'yinchilar zonaga harakat qilishni boshlashdi, chunki birinchi zona yopilgandan keyin mashinada yurishlari mumkin emas. Zona kelayotganini ko'rgan Abush tezlashish maqsadida to'g'ri mashinada lut qilishni boshladi. Abushda 3 ta aptechka, 35 ta bint va 8 ta energetik bor ekan. Zona kelayotganiga e'tibor bermagan Smak bu yoqda konteynerlar ustida lut qilyapti. Smakda hammadan ko'p 10 ta aptechka, bitta katta aptechka, 6 ta energetik
ikkita shpris, 5 ta bint bor. Menimcha Smak o'yin davomida eng ko'p jon to'ldiruvchilarni topgan o'yinchi va sizlar hozir kim yutishini va kimga muxlislik qilayotganinglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Hammasi yaxshi ketayotgan payti Abdulloh o'yinni internet ishlamayotganligi sabab tark etdi. Birinchi zona уже yopilishni boshladi. O'yinchilar endi tezlashmasa bo'lmaydi. Hamma o'yinchilar zonani o'rtasiga harakatlanishmoqda, lekin Smak nimagadir turib qoldilar va yana harakatga tushdilar, lekin zonaga emas, orqaga harakatlanishyapti. Menimcha, qaysidir joylarni lut qilishni unutdilar. Boya aytganimdek, Smak bu yerda lut qilinadigan joylarni unutgan va Smak bu yerni ham qoldirmaslik uchun qaytib kelgan. Bu paytda Fayoz garajdan mashinani olib, zonani ichkarisiga tomon harakatlanishda davom etmoqda. Lekin afsuski, Fayoz zona tugagan bo'lishiga qaramasdan mashinada harakatlanayotgani uchun o'yindan chiqarib yuboriladi. Bu o'yin qoidalariga zid. Viki Lipovka tomonda bo'lgani uchun zona sekin yopilmoqda, shuning uchun u hali ham mashinada. Lekin George Poolda qolib ketgan Smak piyoda Lipovka tomon bormoqda. Bu paytda Abdurahmon akam sizlarga gapi bor. Bu mashina emas. Bu ot. Biz transportlardan foydalanishni cheklagan edik. Lekin ammo otlardan emas. Demak shuki, ot transportlarga kirmaydi. Otlardan o'yinchilar bemalol foydalanishlari mumkin. Abushdan ekstremal video. Uyda takrorlash qat'iyan man etiladi. Ajoyib sakrashdan keyin esa ushbu holat ro'y berdi. Fayoz shoxni bosib ketdi. Fayoz ikkinchi marta ogohlantirish oldi va o'yindan avtomatik ravishda chiqarildi. Agar Fayoz yutgan taqdirda ham Fayozga emas, ikkini olgan odam g'olib hisoblanadi. Bir pas turib, Jiviki ham Fayozning qurboniga aylandi. Siz bu yerda ko'rib turganingizdek, Jiviki sakragan bo'lsa ham mashinada bosib ketildi. Mana ko'rganingizdek, Jiviki Fayozning o'ng balonini tagida qolib ketgan. Bir pas turib, Fayoz o'zini ehtiyotsizligi sababli mashinadan yiqilib o'ldi. Endi esa Smak va Abush bir-birlariga qarshi oxirgi zonada aptechkalashadilar. Ikkalasida ham aptechkalar soni bir xil, energetik va shprislar hech qanday rolga ega emas va nihoyat zona yopildi. Birinchilardan bo'lib Smak aptechka o'rashni boshladi, chunki Smak buni bilgan holda ataylabdan zonaga chiqib jonini ketkazgan edi. Endi esa Abush, nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir o'yinchimiz hozir g'alaba qozonadi? Fikringizni kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin. Zona tobora ko'p jonni olib bormoqda. Bu degani oxirida kimdir baribir o'ladi. Va Smak nok bo'ldi, lekin unda o'zini ko'taradigan aptechka bor ekan. Bu tomonda Abush aptechka urishga ulguradimi? Yo'q! Bugun o'yinimizda Smak g'alaba qozondi.